Video. Alo. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Gulnozaxon bormilar? Kim bu? Gulnozaxon chiroqchilar, to'g'rimi? Aha. Hormang yaxshimisiz? Sonlaringiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Rahmat, yaxshi. Kim bu? Biz sizni Gribalife firmasidan bezovta qilyapmiz. Aha. Bizda bitta nimalarimiz bor. Hozirgi kunda skidkalarimiz bo'lyapti. Haqiqatdan ham ozdiruvchi, semirtiruvchi bizda tabiiy mahsulotlarimiz kelgan Yaponiyadan. Juda ham insonga foydali ko'rshapalakni ko'z yoshidan qilingan ichimligimiz. Aha. Bizda o'zimizda dedlarimiz bor. Ular Avstraliyaning g'orlariga kirib ko'rshapalakni yig'latib, ko'z yoshini bankaga tomizib kelishyapti. Juda ham foydali aloe suvi va limon sharbati bilan aralashtirilgan tabiiy mahsulotimiz. Birinchi marta ichib ko'rishga anaqa tekinga beriladi, chunki hali bu yangi mahsulot bo'lganligi uchun ko'pchilik ishonmayapti. Gulnozaxon, shunga nima deysiz? Nomeringizni biza antikipitsinda oldik. Kimni oldi? Appiskitinda oldim. Kimni? Appiskitinda oldim nomeringizni. Yo'q, men foydalanolmasam kerak. To'g'risi pulim yo'q, ololmayman og'am. Yo'q, birinchi marta foydalanish bepul. Bir haftada ta'sir qiladi. Agar o'zingiz foydasini sezganingizdan keyin yog'ini gaplashtiramiz. Hammaga shunaqa taklif bildiryapmiz biz. Yo'q, anlamay majburlamang og'am. Yo'q, majburlashma. Tipratikonni ko'zini qaynatib ichsangiz ham bo'ladi, lekin tipratikonni chap ko'zini ichish kerak. Agar uyingizda hovlida yashaydigan bo'lsangiz, kechqurun soat 1 dan 12 minut o'tganda tipratikonlar inidan chiqadi. O'sha payt boshiga o'qilov bilan urib, chap ko'zini yulib olib, qaynatib turib, 3 kun yong'oq daraxtini tagiga ko'mib qo'yishingiz kerak. Undan keyin 2 tomchidan ertalab soat 4:30 ga burunga tomizasiz. Macha? Burunga tomizganda burun shilliq qavat orqali oshqozonga kiradi. Oshqozondagi yog' bezlarini sekin astalik bilan eritib, keyin odamni ozishga olib keladi. Faqat ko'rshapalakni urg'ochisi bo'lish kerak, erkagini ushlab qo'ymang. Rahmat og'am. Bo'pti, ehtiyot bo'ling, gaplashamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Mayli, hozir rahmat.